Mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida jamoat xavfsizligini ta'minlash, noqonuniy qurol-yarog' va o'q-dorilar muomalasiga chek qo'yish hamda huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Ana shunday tezkor tadbirlardan biri Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazildi. Qarshi tumanida yashovchi Bahodir Daminovning yashash xonadoni va yordamchi xo'jaliklari belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganida fuqaroning omborxonasidan noqonuniy ravishda saqlab kelinayotgan 4 dona ov quroliga mo'ljallangan jangovar patron hamda 7 dona gilza topilib, ushbu o'q-dorilar protsessual tartibda hujjatlashtirib olindi. Xuddi shuningdek, Qamashi tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida shu yerlik fuqaro Yo'ldosh Omonovdan ham 1 dona tir ov miltig'i, 4 dona jangovar ov miltig'ining o'qi va bundan tashqari o'qlarning 2 dona gilzalari xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olingan. Hozirda har ikkala aniqlangan holatlar yuzasidan ballistik ekspertiza tayinlanib, tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.